qo'lida 20 ming yoki 30 ming dollar puli bor, ipotekaga uy qarab yurganlar bormi? Sizlarga zo'r taklifim bor. Bir ostanovkadan keyin Megaplanet, Yunusobod metrosi, Universal bozor, shundoq to'g'riga o'tib kelasiz. Petushok chorrahasi, hamma bilgan chorraha. Shuni yonginasida karzinka bo'ladi. Shuni orqasida 3 xonali razdelniy planirovkada yaqinda remontdan chiqqan uyimiz sotuvga chiqyapti. Hali hech kim yashamagan. Eng asosiysi to'liq summani ipoteka qilsanglar bo'ladi. Shunaqangi sovuq havoda sizlarga eng arzon narxda uy joylarni topib boramiz. Jigar bitta like bosib qo'ying, qiynamasiz. Video davomida hamma ma'lumotlarni aytib o'taman. Xo'p, kirishdan boshlaydigan bo'lsak, главный xot eshigimiz, garderobni, dekoratsion oyna. Sizlarga yana ham tushunarli bo'lish uchun mana kirgandagi holat. Kattagina koridor kelgan paytda kiyinish, yechinish udobniy, komfortniy variant. Xonalarimiz alohida. O'ng tomondan boshlaydigan bo'lsak, bitta bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Kattagina o'lchamda, o'zi mana shunaqangi katta shkoflari ham bor. Hamma narsa hisob-kitob qilingan. Yaqinda remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Xo'p, bu ota-onalar yotoqxonasi. 5.15 ga 3.20. Endi zalimizni ko'ramiz. Zalam xuddi shunaqangi o'lchamda 5.15 ga 3.20. Chiroyli qilib remontlar qilib qo'yishgan. Bu oshxona liniyamiz bo'ladi. Sanuzilimiz совмещенный da kattagina o'lchamda yetarlicha joy. Xo'p, bu ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxonamiz bo'ladi. Mana bitta xolodilnikka joy bo'ladi. Oshxona liniyamiz. Voy, mana bu haqiqiy o'zbekcha tapchan. Pastida bemalol kene bonka, pochchamdan yashirgan eski narsalarni hammasini tiqib olsangiz bo'ladi. Ob-havo ko'rib turibsizlar, domam uzoq, unaqa yaqin emas. Lokatsiyasi vaqti zo'r, shundoq metroning oldida. Tagingizda karzinka. 4 etajgani 4-etajda 3 xona, 72 kvadrat. Yaqinda remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Narxi keladigan bo'lsak 81 ming startoviy. Lekin zo'r tomoni naqd pul bilan kelishadigan joyi bor. Yana bitta plus ipoteka qilsangiz ham bo'ladi. Qo'lida 20 ming, 30 ming puli bor, 3 xona olaman degan odamlar uchun mana shu zo'r variant. Pastda nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib, kelib ko'rib savdolashasangiz bo'ladi.